Birinchidan hammaga assalomu alaykum. Birinchi eronlik bilan jang qilyapti. Oyog'ini ikkiga bo'lib olibdi, sindirib olibdi. Hozir zamina berdi braziliyalik. Такой опытный boец ekan. Nayza ligasida 70 kg chempionlik kamari adashmasam vakant qo'ygan Danchenkodan keyin. Bu ligada planlar qanaqa? Chempionlikgacha borishmi yoki bir ikkita jangdan so'ng ligani o'zgartirasizmi? Hozir birinchi Xudo xolasa Nayza ligaga kirishimizni ko'ramiz. Xudo xolasa пока что muomala, отношениялар yaxshi. Взаимопонимание bo'lyapti. Условиялар yaxshi bo'ladigan bo'lsa ko'ramiz. Xudo xolasa endi любой bironta ligaga kelayotganda maqsad barin poyez bo'ladi, kamar bo'ladi. Inshaalloh hozir birinchi jangni o'tkazib, дальнейший planlar по-любому endi yaxshi условиялар bo'ladigan bo'lsa kamarga ham urishimiz mumkin. Nayzada yana bir qiziq figura Muhammad Hiybati oxirgi marta jang qildi. Bu jang haqida nima deysiz, agar ehtimoliy sizga raqiblik qilsa, istagi bormi bilan jang? Конечно, ular Muhammad Hiybatilar, ular вообще медийный boyeslar, rossiyskiy ringda o'tgan, серьезный opponentlar bilan jang qilgan. Albatta, если boshqa shans beriladigan bo'lsa, Nayza ligada o'zimiz kuchimizni sinab ko'ramiz. Pop mashinlarga qarshi.